Hayyo obunachilar, bugun sizlar bilan biz Aka Vlogs kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz Minecraftda qishloq hayoti birinchi qismini olamiz. Bu qismda ikki kishi qatnashadi, ukam va men qatnashamiz. Birga qishloq hayotida yashab qolamiz. Narsalar qurib, qiziqarli narsalar shu qishloqda bo'ladi. Tak. Ertalab bo'ldimi endi? O'yinlarim ham yo'q. Kim? Senmisan? Ha, yaxshi. Bugun nima qilamiz? Bilmayman. Bilmaysanmi? Ha, mayli. Obunachilar bilan salomlashib qo'yayotgancha video olayotgandim. Hammaga salom sizlar bilan bugun Minecraft o'yinida vijvaniya qilib qishloq hayoti bo'ladi. Men bilan har doimgidek ukam. Biz hozir birinchi o'rinda men fermani chiqaman. Yo'q. Magazinim bor. Tezroq katta obunachi bo'lib ketdi. Hozir u 7 ta obunachi. Orqasidan 15 ta obunachi bo'lib ikkinchi qismi chiqadi. Davom. Yig'ilmasin. Obunachilar yig'aversalar tezroq 1000 ta qilaymiz. Shuncha kartoshkada like va bosib qo'yish chiqmasa. Bo'lishimizdan keyin stream ochishimiz bilan sizlar bilan birga gaplashamiz. Minecraft'ni obunachilar hozir bitta bo'lgan hammayli katta chiroyli endi merda yo'q katta hadoimgidek merlarda bo'ladi. Keyingi qism web kamerada olishimiz mumkin. Agar olishimiz uchun kommentga yozib qo'yinglar. Qani merda qattaligini bilmaysanmi? Yo'q. Mashaqda chiqib ketaveraylik, olsa kerak. Bitta topshiriq bergandik. Bizga yaqinda qishlog'imizga turistlar keladi. Shuning biz ularga katta mehmonxona qurib berishimiz kerak kelamiz. Hozir masalani qattiq olamiz, bilmayman. Men bilgani yo'q masalani. Qoladi. Pulim keyin beradi. Biz hozir endi mayli mashaqadan teramiz narsalar endi. Tosh, tapor, taxtadan qurib tashlaveramiz. Qani o'rtog'imning oldiga borib chiqqani nima deydi? Birga quringlar dedi. Kecha biz oldiga borgandik gapirish uchun. Bugun yo'q bo'lib qopti. Turistlar keladi dedi. Bizning qishlog'imiz yaxshi ekan va qiziqarli ekan. Qara, bizga bitta topshiriq bor ekan. Turistlar kelyapti ekan, bizni qishloqqa qurishimiz kerak ekan. Mehmonxona. Yaxshi. Bizga tosh bilan keyinda taxta kerak. Ovqat kerak emas. Nimadir bo'lib qoldi. Hozir obunachilar, mana obunachilar mana endi texnik mana shu qishlog'imizga kelgan. Mana shu bizni qishloqqa turistlar kelgan, shu tog'larning orqasidan
kelarkan ular amerikalik va xitoylik bo'ladi. Bizning qishloq 67 bo'ladi. Qanaqa qurishimizni men aytib o'tdi. Yo'lda boshiga qo'ysa, keyin hamma mashina o'tib ana bo'ladi. Shuning uchun yo'lda boshiga qo'ymaydi deyapti. Mashaq quringlar deyapti Demir. Mashaq sig'armagan ha obunachilar. Bir tarafdan lekin toza ham bo'ladi. Bizni tagida bo'lsa, zombilar ana o'qisa, hamma qilib qo'ysa, nima bo'ladi obunachilar? Shundoq qilsang. Yo'q, kirka bilan tapur. Bo'lmadi, shuning uchun biz yo'l ustiga qurishga qaror qilamiz. Keyin men o'zim merga tushuntiraman. Mana shu joy bemalol zo'r bo'ladi. Qara sen, anoqi sen daraxtlar olibki, men tosh olib kelaman. Yo'q, sen tosh ol bo'lmasa. Tosh. Obunachilar mana vazifani berib oldik. Tosh bilan taxtadan qurib tashlasa ham bo'laveradi. Qishloqda ichida xonlik turibdi. Lekin fakirlar o'rnatilganda. Obunachilar sizlar albatta daraxt chopgunimcha like va obuna bosib qo'yishingiz yoddan chiqmasin. Obunachilar tezroq biz 20 ta obunachi bo'lishimiz kerak. 20 ta. Hozir yaxshi ketamiz. Bilmayapman shu o'zimga moslab qo'yaveraman. Hech qanaqa qilishimizni men aytganim yo'q. Bir turistlar 6 ta 7 ta kelishi mumkin ekan. Bizni shuni kecha aytdi, menga ham xabar kelgan ekan. Nechta yozdi? kun qolib ketadi. 3-4 kunga quryapsiz desang, keyin boshqa turistlar bizni qishloqqa kelishadi. Nega bizni qishloqqa aynan bizni qishloq Yarım to'g'ri bormi? Endi bilib qo'ymoqchilar. Bo'ldi. 70 ta quvvat. Nechta qoldi? 70 ta. Yardım katta yadroviy yana tushgan yoqqa. Bu shaxtani yarim yotganmiz. Sizlar albatta like va obuna bosishingiz esingizdan chiqmasin. Qani tezroq bo'lib quraylik. Chop qo'y. Va 2 stak bo'ldi. Nima 2 stak bo'ldi? Tosh. Bu kilo. Menga tosh taqib. Qayga tosh qilamiz? Tezroqki. Shakras mana bu sandiq bor ekan, mashdan. Mash sandiqqa kerak narsalar solamiz. Mana buni sandiq qo'yib qo'ydim. 2 stakini olib ishlataverasan. Olyapman. Kech bo'lib qolyapti-ku, tezroqki. Kechgacha turamiz. Tosh tashama. 2 stakini tasha bag'ini ol. 1 stakini tasha. Daraxt o, daraxt. Daraxt. Menga hamma toshing tashay. Daraxt. 2 stakini hammasini.